Assalomu alaykum hurmatli tanishlar. Men Mikrokentdan Kattaqo'rg'on Buxonda boshliq o'rinbosari bo'laman. Sizning Sardor. Sizlarga bugun ko'rishganimizdan xursandmiz. Bizning bankimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mahallaviy tizimdan mahallaviy birgalikda har oylik tadbirkorlikka kirish turimiz bor. Buni hamma menimcha bugungi kunda yaxshi tushunadi. O'sha hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida bankimizda 33 milliongacha 50%dan 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davrni kreditlar ajratilmoqda. Buni ichida 40 dan ziyod faoliyat turlariga, tadbirkorlik faoliyat turlariga ajratiladi. Yana bizning bankimizda biznesga birinchi qadam, mahalla biznesi, mening mahallam degan kredit turlarimiz ham bor. Biznesga birinchi qadam kreditimiz bu o'z-o'zini band qilgan fuqarolar uchun patentlanmaydigan narsalar uchun 6.800.000 so'm gacha bo'lgan kredit mablag'larini olish istagini bildirganlarga taklif qilinadi. Mahalla biznes kredit turimiz esa 4 yilga muddatgacha yillik foiz stavkasi 28% dan 17 milliongacha kredit rasmiylashtirsangiz, xohishda bo'lganlar rasmiylashtirsa bo'ladi. Mening mahallam kredit turi 50 million so'mgacha bo'lib, bunda siz bugungi kunda faoliyatingizni amalga oshirayotgan, bugungi kunda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik yo'nalishlaringizga olsangiz bo'ladi. Yana prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan 100 milliongacha bo'lgan garov turlarimiz bor. Bunda siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki har qanday yuridik shaxs sifatida ushbu kredit turimizdan faoliyatingizni boshlaganingizga 1 yil bo'lgan, bankda aylanma, hisob raqamingizda aylanmalarga 1 yil bo'lgan bo'lsa, bankimizda boshliqlaringiz, mas'ul xodimlarimiz ushbu kreditlarni olishda sizlarga amaliy yordam berishga tayyor bo'lib turibdi. Menga biron savollar bo'layotgan bo'lsa, nima bo'layotgan bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Tayyormiz. Savollar bo'lmasa, o'zingizni qiziqtirgan produktlarimiz bo'yicha bankimizga murojaat qilasizlar. Yuzurlarga murojaat qilib, hammalaringizga katta rahmat e'tibor uchun.